Men Beckenburger yeyman. Voy, men DNK testim chiqdi. Mana bunga qara. 1% afrikalik. Ha, men qoraman do'stim. Endi hammasi mantiqiy. Shuning uchun men butun hayotimda depressiyada bo'lganman. Sen qora emassan. Bu shunchaki 1%. U hisobga ham o'tmaydi. Yigitlar, buyurtma berasizlarmi? Men Beckenburger yeyman. Yaxshi, siz-chi? Okey, menga qovurilgan jo'ja, Coca-Cola va Hennessy. Qo'y, nima uchun buyurtma berayotganda toningni o'zgartirding? Janob, bu uchun afsusdaman. Do'stimning tomi ketib qolgan. Yo'q, jan ursim. Men ham shuni buyurtma bergan bo'lardim. Haqiqiy jigarlar kabi. Jigarim, ustiga jigar bo'lmaydi. Uoq. Bu nimasi? Do'stim, qoralar jamiyati mana shunday bo'ladi. Buni senga o'xshagan oqsuyaklar tushunmaydi. Bu qoralarga xo'p. Sen qora emassan. Sen oqsan. Qachondan beri gangster rap eshityapsan? Men bu rap bilan katta bo'lganman. Jan Nursin, izimdan mentlar tushdi. Jan Nursin, hammasi yaxshi. Tezlikni oshirgansan, qo'yib yuboradi. Telefoningni olib, bularni hammasini videoga ol, xo'pmi? Nima? Men eshit, buni tushunmaysan, chunki sen oqsan, men esa qoraman. Men ofitserni hamma aytganlarini qilishim kerak. Sen oqsan, tushunyapsanmi? Oqsan. Jan Nursin, u kelyapti. Litsenziya va registratsiya. Albatta, mana u. Matthew Michael Justin. Afroamerikalik. Yo'q ofitser, u afroamerikalik emas, u oq. Mashinadan tush. Nima? Mashinadan tush, qarshilik qilma. Qarshilik qilganim yo'q. Qarshilik qilganim yo'q. Telefoningni ol. Ofitser, telefoningni olib hammasini yozinglar. Bu odam seni o'g'irlab ketayotganmidi? Yo'q, u meni do'stim. Va u oq. Jamiyat, men senga qarshilik ko'rsatma dedim. Qarshilik ko'rsatmayapti. Qarshilik ko'rsatma dedim. Jan Nursin. Qo'shimcha kuchlar yuboring. Menga afroamerikalik hujum qildi. U qora emas. Menga qo'shimcha kuchlar yuboring. Oq. Tezkor xabarlar. Mitinglar butun mamlakatni egalladi. Yana bir aybsiz qora odam oq ofitser tomonidan o'ldirib ketildi. Qurbon 26 yoshli afroamerikalik yigit Matthew Michael Justin. Bu muammoni tushunishingiz uchun qancha Matthew Justin kabi yosh qora yigitlar o'lish kerak o'zi. Bo'ldi, jonimizga tegdi. Qoralar hayoti uchun. Qoralar hayoti uchun. U qora emas. U oq. U oq.